Assalomu alaykum, hurmatli go'sht adoqlari. Xudo xolasa 25-fevral 2026-yil. Shu do'kon parnigidamiz. Qoralar mana chiroyli holatda. Masalan 35 ming berilyapti ekan. Jam chiroyli holatda. Bo'ylari bir 40 kelsa kerak. Bekillarda 40 ming so'm berilyapti ekan. Chiroyli holatda bekillardan. O'sha chiroyli holatda. Shoxlabdi. Chiroyli shoxlabdi. Qoralari arzonroq. Ularni 15 mingdan beryapti. Bundan tanlab olinyapti. Benjaminlar, mana katta benjaminlar 150 ming so'mdan. Oqlari, kichikroqlari 15 ming so'mdan berilyapti. Bo'ylari pastroqlar. Qoralar, imperatorlar 25 ming so'm berilyapti mana shu holatda. Bu kraton onalik ko'chat. Hamidoriya. Bularni adashmasam 15 ming beryaptimi ekan, shunaqa 15 ming berilyapti. Bular hali tayyor bo'lmabdi. Ko'klar, robustalar. Chiroyli holatda robustalar. Ko'rishingiz mumkin, kraton chiroyli. Kardelinalar. Bo'ylari 1 metr keladi. Tanlab olishi 130 ming so'mdan. Xudo xolasa. Imperator bilan malum. Ular 35 ming so'mlik ekan, imperator balandroq, ko'k, kattaroq. Philodendronlar 50 ming so'mdan philodendronlar. 1 metrga yaqin bo'ylari. Kardelina juda chiroyli holatga kelibdi mana. Bahorga juda rangi qizaradi, chiroyli gullaydi. Guli unchalik qizarmas, lekin asosan barg. Chiroyli holatda. Imperatorlarda ham ancha mehnat qilibdi. Alloh rozi bo'lsin. Kichkina ko'chatlari bor ekan, bularni menimcha o'zi boqadi shekilli. Sotish niyati yo'q. 70 ming so'mdan mana qoralar. Kuzda ko'chirilgan rosa chiroyli holatda. Optim 70 ming so'm. Bozorlarda 100 ming tepasi sotilyapti. Benjaminlar, katta benjaminlar mana ko'klari. Bularni 150 ming berayotgan partiyasi. Narada kattaroqlari bor, ular 200 ming so'm deydi. Imperatorda qorasi ham bor ekan, katta. 35 ming berayotganlar qoralar. Keyin qiziqtirgan narsa bor bu yerda. Kratonlar rosa chiroyli bo'lib qolibdi. Kratonlarni ko'rsatib beramiz kuzatuvchilarga. Malacha mana tayskiy malacha mana bo'ladi mana. Bardoy bo'ladi. Juda sekin o'sadi. Mana o'si mana oddiy malacha. Bu mana tayskiy. Juda sekin o'sadi, qalamchasi ham tutishi juda qiyinroq. Mana xlorofitum katta tuvayda 70 ming so'mdan. Onali juda ham katta chiroyli holat. Osma gullar 30 ming, 35 ming katta holat katta. Bular 35 ming berayotgan partiya mashlar. Optim 35 ming, donalikka yo'yolmaylar. Optim xlorofitum ko'chatlari. Osma gullar, osma tuvayda mana 20 ming so'mdan optim. Donalilar bor, hozircha 10 ming so'mdan ekan. O'sgan sari narxlari qo'shilaveradi, xudo xolasa. Mehnatiga xudo xolasa bitta like bosib qo'yasizlar. Judayam qattiq mehnat qilishibdi kishi bilan. Ko'felar mana, ko'felarni ham o'tgan yil olib qalamcha qilishgan. Bu o'tgan yil yerga kelgan holati, katta holatga kelibdi, chiroyli holatga. 200 mingdan deyapti, katta. Optim holati 200 ming. Sizlarga aytgan kratonlar mana ular kratonlar. Chiroyli holatda kratonlar. 35 mingdan optim.
ko'rishinglar mumkin. Bular hali tayyor bo'lmabdi. Kofeni bolalari mana kofeni rosa ko'paytiribdi. Mana kofelar ko'rishinglar mumkin. Juda chiroyli holatda ko'paytiribdi. Katta benjaminlar mana 200 ming, 250 ming o'ziga qoladi. Va kofeni bolalari hali tayyormas ekan sotuvda. Qalamchalar yurib chiroyli bo'lib, qolalar ham mana hali sotuvda yo'q. Bular ham chiroyli bo'lib, gitara ko'chatlari ham mana zo'r bo'lib. Xudo xolasa. Kofelar mana tayyor bo'lishga yaqin. Bular xudo xolasa chiroyli bular. Sog' salomat bo'linglar. Ramazonda Alloh taolo har bir xonadonga fayz baraka bersin ilohim. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa har kuni yangi teplitsalar, dehqonlar ishlarini qo'yib borishga harakat qilamiz.